Assalomu alaykum, kanalimizga hurmatli hamrohlari. Bugungi Urganch shahrining bir zo'r yerida joylashgan 4 qavatli binoni birinchi qavatida joylashgan 4 xonali kvartira bilan tanishib chiqamiz. Место положенияsi yana bunda bizning Darital, yonboshdan orqasi Urdu. Bu bizning Urganch Shovat yo'li. Местоsi dahshat. Mana o'zim shu yerda yashaymiz, ko'ngillari yaxshi. Udobstvolarga keladigan bo'lsak, udobstvolari, ya'ni imkoniyatlaridan bir zo'r. Qulayliklari. Maktabi deysizmi, bog'chasi deysizmi, transportlar, bozor, masalan, geç 11 bu Darital supermarket ishlaydi, bozorda non bo'lsa, shu ham shu bor. Keyingi ishda bir fast food yeyecek bo'lsanizlar, fast foodlar ham xudo xolasa xirrik beradi. Hamma transport yurt turibdi, transportdan вообще muammo yeri yo'q. Transport yurt turibdi, hurmatli masalan. Olib turib ijaraga beraman desanglar ham kamida 3 million, 3,5 million turadilar. Так что joyimizga gap bo'lishi mumkin emas. Местоsi ham zo'r, joyini o'zim nasi, так, remont ham нормальный. Taxta pol, ondan chiqqan, vanatoyga o'tilib, otapinaga o'tib, aynalar, reshotkalar ham qo'yilgan, plastik aynalar hammasi. Так что joyimizga в общем gap bo'lishi mumkin emas, joyimiz zo'r. Xudo xolasa bir like bosinglar. İnsanlar bilan danışishni boshlaymiz, hurmatli do'stlar. Daritalardan kim daritalardan joyga bilgan do'stlarga tashlab qo'yinglar. Bir like bosinglar, biz videoni inchandan danışib boshlaymiz. Qani ketdik esa, hurmatli do'stlar. Inchandan danışib boshlashdan oldin bir gap aytib o'tchakman. Agar kimda kim kecha turgan satchak bo'lsa, bemalol bilan kanalimga murojaat qilishlar mumkin. Satishga yordam qilamiz. Bizning kanalimizning YouTube tashqari Telegram bilan Instagram qilishingiz mumkin. Aslidalarini YouTube açkımız her bir videoda komentarda tashlab boramiz. Girib podpisatsiya qilib qo'ysangiz va xohlasangiz Telegram, xohlasangiz Instagram, let's go. İnşallah bilan birdan chiqamiz, hurmatli. Hurmatli do'stlar, joyimizga yetib keldik. Joyimiz birinchi qavatda joylashgan 4 xonali kvartira. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alhamdulillah. Sog' bo'ling deb aytgansizlar, rahmat. Birinchi etaj, hurmatli do'stlar, oyoq tillari hammasi to'xtapol. Xonalari отдельный joylashgan. Joyimiz полностью remontdan chiqib turibdi, ya'ni fondan chiqqan, vanna to'ytimiz ham kafildan chiqqan. Joyimiz oynalari akfa, qatol hamma o'zi bor. Girginlar ham men keng xili. Meni silet oynaga qo'yibdilar. Oyoqlari to'xtapol. 1 xona, 2 xona, 3 xona, 4 xona. Bu uyimizda 1 zal, 2 zal, 3 zal, bir dana spalnisi bor, hurmatli do'stlar. Ishlarni yurib turganimizdan almashlangan. Bu tarafda bizning sanuzel, hojatxona birinchi, sanuzel, vannaxona, bu tarafda kuxnyasi, keyin 2 metr, 6 metrlik balkoni. Hurmatli do'stlar, hammaga bir batafsil danışib boshlaymiz. Bir like'larni bosib, o'rnashib o'tirib olinglar. Kirganda yana chat tarafda kichkina chiroyli kafelarni qo'yib, rakovina qo'yib qo'yibdilar. Qo'l yuvadi. Uyimizga suv nasossiz keladi, hurmatli do'stlar. Keyingi masalada bundan boshlasak. Yine. Eshiklar yaxshi ishlardan qo'yilgan. Bu bizning birinchi xona, uzun xonalardan birisi. Endi korpus o'lchamasak, yaxshi bu safar o'lchab o'taveraylik. Berimiz razmeri 551'e 247, 250 ofis kvadratura 1362. Devorlarni yurib turishlar xavf yaratilgan. Potoloklardan chiroyli oq krasiyani qo'yibdilar. Karnizlar urilgan. Oyoq tillari esa taxta pol. Laminat emas, beton emas, linoleum emas. Ashura zo'r. Oynalari akvaplastik ramlardan reshotkalari qo'yilgan. Bu bizning xudo xolasa birinchi xona edi, uzun xonalardan birisi. Keyingi masalada bu yerda bir polni prixoshka o'rnatsa soladi. Yana shudan stroyni testlarni, boshqa klasslarni bo'ladi polностью. Endi bunda bizning spalni berimizdan yurtlarimizni remontdan chiqqan. Endi remont kimga necha, hurmatli do'stlar? Menga ko'pincha fon yoqadi. 391'e 289 ofis kvadratura 11'u 33.
Ayak teleri taxta pol, devalları ile fon. Patologacha, patologunam ak kraskadan vurup ona kendinizle vurulgan. Jalüziyle asılgan, atat binası bağ, aynaları akfa plastik olmadan kılıngan. Bu bizəni spalnimiz idi. Keyinki məsələdə yine bunda bizəni xuda qalasa adaşmasam ucu zalla başlandı. Razmerine yazılım bulsak 5'u 60'a 3'u 8 ofis kvadratura 17 29 birimizden polnusu fondan çıkan patologların sırayla uzorlan etik koyuttular. Görüntülerimizin patsvetkesi bağ, lustrası bağ. Devallarımız fon. Bunda tezor kıstradığın yeri ve TV kabel, internet kabel hemmesi barğanı oxşaydı. Az gelip göremiz. Böyle 2 tane TV kabelin neki var ekeyne. İyi rozetkesi tezor kıstradığın basanızla. Ayak telerimiz tahta pol. Plus üstünden laminatan neyem dışak koydular linoleum. İyi uşa udobludan buna linoleum denirse. Keyinki meselede. Yine bunda bize ne ikinci zal. Birimiz razmeri 5'u 60'a 3'ü 7 ofis kvadratura 17 24. Ayak telerimiz taxta pol, devalları ile fon, xafyor. Patologlar çırayla uzorla etilgen aynasına jalüziden kok koyuttular. Birimizden atapliniye ötken hürmetlemezler. Patologlarım çırayla uzorla etik koyuttular taxlap. Keyinki meselede yine bunda bizəni hacatxana, ayak teleri kafel, devalları kafel, patologacha, patologi plastik. Cayımızda hem iç su bağ hürmetlemezler, hem evi boiler baynen. Suyunu kızdırıp beredi onun. Elektrikski. Boiler. Keyinki meselede ben tarafta bizəni vanna, birimizden ayak teleri kafel, devalları kafel, patologacha, patologi plastik. Cayımızda görüntülerimizin suçlu kesen bağ. Yani kız adı üzerimizin otoplayanında da katıldı. Onu da oynayasız bu. Hani bir evre geçiriz artık koyuttular. Tamam. İlik okşaydı bu. İlik, toşne ilik. Keyinki meselede, hürmetli masana, ben tarafta bizene kuhnya, yani görüntülerimizin kuhnya bile ötülgen, polnustu, yani bunda moykesi, gaz plitesi, polnu, nahadu, su yaptırttı, farklı vurulgan, hürmetli masana, şörtçiler koyulgan, gaz plitesi iş yaptırttı. Keyin, yine bunda cayımızda kiçinekini ekonomishni kotyol hurmatli onalar. Yine bu moru, bunda rashtilli bak. Ben tarafımız üzerine 2 metre 6 metrelik balkon. Birini baland pol kılıp koydular, teyini podval. Banki, sanki bundan koymaka podval kılıp koydular. Birimizden fondan çıkan görüntüleriniz yine. İyi balkonam taxta pol buğan indi az önce kırdı gep yok. Hürmetli masalar cayımızda dokumenti 100% tax doğru adlarınız ötedi onun. Dokumentinden muamma yok hürmetli masalar. Hem ne desem mesası yaxşı. Daretanın yanında su, svet, gazdan muamma yok. Bakça, mektep yanında transporttan muamma yok. Düşündese senelerde aytıp ötdük.
Messası zor. Messasına gap bo'lishi mumkin emas. Hurmatli onalar, shu bilan bu uyimizga bag'ishlangan videorolikimiz o'z nihoyasiga yetib borayotir. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, kanalimizga podpisatsiya qilishni unutmanglar. Videomiz yoqqan bo'lsa shu like, kommentariya kutib qolamiz. Kimki neki ish boshlagan bo'lsa, hammamizni boshlanishimiz xayrli bo'lsin. Rahmat e'tibor uchun. Keyingi videolarda sog'likda, omonlikda ko'rishguncha deb qolamiz. Hamma endi yaxshi kun to'y tomosha bo'laversa, hurmatli onalar, like'larni gumburdatib, fikr mulohazalarni kommentariya to'lqa yaxshisini yozamiz. Uchun desa, yana aytib o'taman, joylarning hech qaysisi yomon kommentariya loyiq emas. Shuning uchun yaxshi kommentariya qoldirasizlar, umiddamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling.